Janob Ziyan kichik xo'jayinni yaxshi ko'radilar. Kiyim buzilganini bilsalar nima bo'ladi? Agar kichik xo'jayin xafa bo'lsa, butun dizayn bo'limimizga gap tegadi. Janob boshliq, xavotir olmang. Dudu bitta kiyim uchun bizni ayblamaydi. Dudu? Bu kichik xo'jayinning laqabimi? Dizyansan, kim senga kichik xo'jayinni shunday ism bilan chaqirishga huquq berdi? Axir ismlar chaqirish uchun beriladi-ku. Nimani ham tushunarding? Kichik xo'jayinni bir og'iz so'zi bilan butun bo'limimizni qisqartirish mumkin. Kichik xo'jayinni o'zingni haromingga o'xshatyapsanmi? Og'zingga qarab gapir. Bo'lmasa sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Kimdir janob Ziyanni yo'ldan urdim deb, o'g'lini ham kichik xo'jayindek aslzoda deb o'ylayapti shekilli. Buni orzu qilishingga mumkin emas. Men janob Ziyanni yo'ldan urganim yo'q. Agar odamni ichkir bo'lsa, hamma narsani shunday ko'radi. Janob boshliq, bu kiyimni kim buzgan bo'lsa ham, bu chindan ham meni xatoyim. O'zim javob beraman. Sen javob bermoqchimisan? Kichik xo'jayin Ziyan guruhi merosxo'ri. Bunday mas'uliyatni ko'tara olasanmi? Janob boshliq, u hali ham maqtanyapti. Kompaniya uni darhol ishdan bo'shatish kerak. Bu qiz bu yerda ishlash uchun umuman loyiq emas. Kichik xo'jayin keldingizmi? Juda afsusdaman. Siz bugun kiyishingiz kerak bo'lgan libosni afsuski kiya olmaysiz. Nega? Dadam kiyib ko'rsin demaganmidilar? Kichik xo'jayin, hammasiga mana shu Tityanjan aybdor. U siz bugun kelgan kiyimda katta teshik qilib qo'ydi. Ha, to'g'ri. Hammasiga Tyanjan aybdor. Kichik xo'jayin, tezroq kompaniyaga rahbar bo'ling. Ovozingizni o'chiring. Sizlar chiroyligimni kimligini bilasizlarmi o'zi? U kim o'zi? Kichik xo'jayinni onasi emasdi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar xato qilgan bo'lsa, kompaniya qoidalariga ko'ra ish tutish kerak. Bu qoidalarni janob Ziyanni o'zlari o'rnatganlar. Kichik xo'jayin, siz qoidalarni buzmoqchi emassiz-ku, a? Yomon xotin. Dizyansan, boshliq senga dazmollashni buyurdimi? Demak, sen unga javobgarsan. Kiyimni teshibsanmi? Endi oqibatini ham o'zing tortasan. Agar tuzata olmasang, o'z xohishing bilan ishdan bo'shashingni maslahat beraman. Uni tuzata olmayman deb kim aytdi? Janjan, libosni tuzatishning iloji bormi? Bu yopishtirgichni kompozitsiyasi kiyimga juda ham mos tushadi. Shunday yopishtirilsa, hammasi joyida bo'ladi. Shunday emasmi? Dizyansan, o'g'lingni kiyimi yirtilganda doim shunday yemaysanmi? Lekin bu yuqori sifatli libos. Kichik xo'jayinni o'zingni kambag'alcha odatlaring bilan aldashga urinma. To'g'ri. O'g'ling mana shu qahramonni yaxshi ko'rsa, bu degani kichik xo'jayinga ham yoqadi degani emas. Gaping tugadimi? Yoqadimi, yo'qmi, mamnunman yoki yo'qmi? Buni egasini o'zidan so'raymiz. Dudu, senga yoqdimi? Bu qahramon shunchalar chiroyliki, albatta menga yoqadi-da. Kichik xo'jayin, Dizyansanni yolg'onlariga uchmang. Bu narsaning hech qanday qiymati yo'q. Libosingizga ham uncha mos emas. Sizchi? Men kichik xo'jayinman va menga shunday libos yoqadi. Shirintoyim yasagan hamma narsa menga yoqadi. Sizga nima, a? Nima ishingiz bor? Kichik xo'jayin, nega Tyanjanni gapiga shunchalar quloq solasiz? Albatta, chunki Bas! Janob Ziyanning shaxsiy ishlari bilan sizlarning nima ishingiz bor? Kichik xo'jayinga bu kiyim yoqqan ekan, Dizyansan unga kiydirib qo'ysin. Qolganlar chiqib keting. Duduni libosini sen buzding, shundaymi? Ha desam nima bo'ladi, a? Isboting bormi? Tyansan, o'g'li orqali Ziyanlar oilasiga kirib kelaman deb o'ylama. Oyim xizmat safaridan erta qaytib, hozir Mubay aka bilan to'yimizni muhokama qilishyapti. Xabaring bo'lsin deb aytib qo'yapman. Mubay akaga men turmushga chiqaman. bo'lishi mumkin emas. Dadam faqat oyimga uylanadi. Dadam men bilan oyim uchun tanishuv bazmini ham tayyorlagan. Ha, bazm albatta bo'ladi. Axir Ziyanlar oilasida 10 avloddan beri yolg'iz merosxo'r bor. Mubay akamning ham sendan boshqa o'g'li bo'lmaydi. Lekin men oyim bilan kelishib oldim. Biz hammaga seni o'g'lingni meni o'g'lim deb aytamiz. Bo'ldi. Yujin,
Boshqalarning narsasini tortib olishga o'rganib qolgansan shekilli. Bolaligimda iloji yo'q edi. Doim senga yon bosardim. Lekin hozir o'g'limni tortib olishni xayolinga ham Buni keltirma. sen hal qilmaysan. Men uy oilasining malikasiman. Sen esa bor yo'g'i bir xizmatkorning qizisan. Men bilan o'zingni tenglashtirma. Buncha katta ketma. Nima bo'lishini janobsan aytganidan keyin ko'ramiz. Dudu, ketdik. Jinni bilan teng bo'lmaylik. Ketdik. Oya, xavotir olmang. Dadam aniq bu yomon xotinga uylanmaydi. Dudu, dadangga ishonishing kerak. Uyga qaytamizmi? Kichik xo'jayin Zityantianni nima deb chaqirdi? Lekin ular juda yaqin ko'rinadi-ku. Nahotki Tiansang kichik xo'jayinning onasi bo'lsa? Bo'lmagan gap. Qanaqasiga u onasi bo'lishi mumkin? To'g'ri, Tianlar sulolasidan 10 avloddan beri bitta o'g'il voris bo'lar ekan. Agar uchun danam kichik xo'jayinning onasi bo'lsa, ishga kelmasdi. Tianlar uni uyga olib ketib, rohatda yashatgan bo'lishardi. Zanzan, sumkangni ol, men bilan yur. Xo'p. Janob boshliq, nima bo'ldi? Sen bu bilaguzukni yaqinda Ziyan bobo kompaniyaga ta'mirlash uchun yuborgandilar. Aytishlaricha bilaguzukni senga berishim kerak ekan, ishdan keyin ularga olib borib berarmisan. Xo'p, bo'ladi. Bu bilaguzuk Ziyanlar oilasini merosi, ehtiyot bo'l. Albatta shaxsan Ziyan boboni o'z qo'llariga topshir. Hozircha uyga qaytaver, xo'pmi? Mubay akam hatto bu churvaqani ham Tianlar uyiga olib kelibdi. Zityantian qo'lidagi merosdan mahrum bo'lishini, oxirida esa uylardan haydalishini istayman. Menga aynan sen keraksan. Qani? Nima qilyapsan? Hoy sen, sumkani menga ber. Bo'lmasa, Yaqinlashma. oy. 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 Oy, mopedimni o'g'irlab ketdi. Men sumkangni olishga kelmaganmidim. Qanaqasiga menikini o'g'irladi? Oy, to'xta, to'xta. Mubay, eshitishimcha o'g'lingni topibsan. Xola, bu safar sizni kutib olishga kelishimning sababi ham shu edi. Oilalarimiz o'rtasidagi nikoh taklifingizni bekor qilganimiz ma'qul deb o'ylayman. Men farzandim onasiga uylanishga qaror qildim. Yaxshi, qaroringni hurmat qilaman. Jin agar unga uylansang, o'g'lingni o'z farzandidek qabul qilishni aytgandi. Hamonki shu to'xtamga kelgan ekansan, unda Jin o'g'lingni tutingan o'g'il qilib olsin. Bu masalani bolamning onasi bilan hal qilishimiz darkor. Bu safar nega erta qaytdingiz? Shu ishlar uchun qaytmagandirsiz? Yo'q. Men uyga boshqa sabab bilan qaytdim. Sizningcha Jin meni tuqqan qizim emasmi? Ha, xonim, bu tibbiy ko'rik davomida aniqlandi. Unda men tuqqan qiz qayerda? Tekshiruvdan so'ng aniqlandiki, siz tuqqaningizda kasalxonada bolalar almashib qolgan. Shuning uchun siz tuqqan qiz Haychenda bo'lishi kerak. Darhol chipta buyurtma qiling. Uyga qaytishim kerak. Men tuqqan qiz hozir qayerda ekan? Shuncha yillar davomida yaxshi yashadimikan? Voy, ana bu sen-ku? To'xtang. Qayoqqa qochmoqchisan? Yaramas. Janob Chang-chang. Janob Chang. Hammasi joyida. Qo'rqib ketdim. Bo'ldi. Tinchlan. Nega yig'laysan? Aslida meni tunab ketishdi-ku. Uni darhol politsiya bo'limiga jo'natinglar. Xo'p. Sen yaxshimisan? Yuy xonim. Yuy xonim.
Bu farzandimning onasi. Men uylanadigan ayol ham shu. Uyga ketyapsanmi? Men bilan yur. Avval Yuy xolani uyga tashlab qo'yamiz. Sen, xayr. Xola, xomush ko'rinasiz. Muammoingiz bormi? Agar yordam kerak bo'lsa, istalgan vaqtda murojaat qilavering. Xo'p. Hayda. Agar tuqqan qizimni topolmasam, Mubaydan yordam so'rayman. Lapashang. Shu oddiy ishni ham eplolmabsiz. Xonim, tinchlaning. Siz aybdorsiz. O'shanda kasalxonada men bilan Zityantyani almashtirib qo'ymaganingizda hammasi boshqacha bo'lardi. Nega tug'ilish bilan bo'g'ib o'ldirmadingiz? Voy, shunday ishlar qilishini kim bilibdi deysiz. Lekin xayriyatki, Yuy xonim hali ham u aslida kimligini. Ovozingizni o'chiring. Agar oyim Zityantyan uning tuqqan qizi ekanligini bilib qolsa, ikkimiz ham o'ldik deyavering. Nima dedinglar? Hech nima, oyi. Shunchaki gaplashib o'tirgandik. Nihoyat qaytdingiz. Sizni juda ham sog'inib ketdim. Oyi, bugun Mubay akamni ko'rdingizmi? To'yimiz haqida gaplashdingizmi? Gaplashdik. Men tuqqan qizim Jinga o'xshab yillar davomida erkalanib katta bo'lmagan ekan. Oyi, bola haqida ham Mubay akaga aytdingizmi? Aytdim. Mubay aytdiki, tuqqan qizim haqida xabar keldimikin? Jin, meni biroz ishlarim bor edi. Avval shuni hal qilishim kerak. Xo'p. Xonimning gaplaridan janob Tsang uyi sizga emas, sizga uylanishini anglagan ko'rinadi. Zityantandek yuzsiz qanaqasiga Tsanglar oilasiga kelin bo'la olardi? Bejiz Mubay akam faqat kichik xo'jayinga libos tayyorlab, unga tayyorlanmagan ekan. Demak, u aslida uni tan olishni istamaydi. Ertaga qarindoshlik bazmida bu bolaning onasi men bo'laman. Xo'sh, tuqqan qizim haqida biror bir yangilik bormi? Ha, xonim. Biz sizni tug'dirgan doya bilan bog'landik. Uning aytishicha, qizingiz tug'ilganda o'ng kuragida yurak shaklida xoli bo'lgan ekan. Xoli? Bu ko'ylak yarashmagan ko'rinadi. Almashtirishim kerak. Ko'ylak g'ijim bo'ladi. Yaxshi. Menga aytadigan gaping yo'qmi? Nima deyishim kerak? Bugun uyga piyoda qaytding. Pulsiz qolganing uchunmi? Qayerdan bilasiz? Bugun men beparvolik qildim. Lekin sen muammoga duch kelishing bilan nega oldimga kelmading? Shuncha yillar davomida yolg'izlikka o'rganib qolibman. Boshqalardan yordam so'rashga odatlanmaganman. Boshqalar? Chan-chan. O'tmishda o'zi nimalarni boshdan kechirding? Nima buncha o'zingni bexavotir his qilishingga sabab bo'ldi ekan, ha? Kelin, mana buni ol. Bu bilaguzuk mengami?
Albatta, bugungi tanishuv bazmida shu bilak uzukni taqasan. Libosingga ham juda mos tushadi. Xo'pmi? Yo'q, bobojon. Axir bu juda ham qimmat-ku. Nimasi qimmat? Kelin, senga yana ko'p narsalar tayyorlab qo'yganman. Olib kelinglar. Kir yuvish taxtasi? Hozirgi zamonda kir yuvish taxtasidan foydalanishadimi? Agar bu bola seni xafa qilishga jur'at etsa, uni kir yuvish taxtasida tiz cho'ktirib jazola. Endi bu ortiqcha. Mubay kap-katta bo'lib qolgan bo'lsa, uyat emasmi? Ha-da. Olib kiringlar. Yaxshisi tarozida tursin. Tarozida? Tiz cho'king. Qancha? 30 kilolik. Nol butun 5 ni olib tashlang. Xotin, men xato qildim. Zen amaki jim va kam gap ko'rinsalarda, aslida shafqatsiz ekanlar. Dada, bobo, bo'ldi, u bilan hazillashavermanglar. Yaxshisi qalinni chiqaringlar. Tezroq olib chiqinglar. Kelin, Dududan eshitishimcha uylarni yaxshi ko'rarmisan. Bularni hammasi meni nomimdagi mulk, hammasini senga sovg'a qilmoqchiman. Kelin, yana bular ham bor. Bularni hammasi Mubayning onasidan qolgan yodgorlik. Men ham ularni senga sovg'a qilmoqchiman. Senga buni taqma degandim-ku. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Senga bunday narsalarni taqishga kim qo'yibdi? Ha? Qichimay tutyapti shekilli. Mana. Kaldingni sen o'zingga kelib qolasan. Mana. Oyim senga ham meniki dastasini sovg'a qilibdilar-ku. Shunga o'zingni loyiq ko'rdingmi? Endi battar Qo'yib yubor dedim senga. Oyi, bu pulni qiynalib topdim. Mehnat qilib topganman. Shunchaki o'zimga uy sotib olmoqchi bo'ldim. Iltimos, buni qaytarib bering. Uy sotib olmoqchimisan? Sen shunga o'zingni munosib ko'ryapsanmi? Bu pullar esa akangga bir nechta kiyim sotib olishga yetadi. Voy, buni qarang-a. Yo'q, bular juda ham qimmat. Ularni ola olmayman. Dada, men sizlar bilan bunchalik yaxshi munosabatda bo'lishga loyiq emasman. Yo'q, loyiqsan. Tian, oyim ham, qaynonang ham juda erta vafot etgan. Uyimizning bekasi yo'q. Shu bois boboing bilan men faqat shu usulda umidlarimizni bildira olamiz. Umid qilamanki, bularni qabul qilasan. Rahmat sizga. Katta rahmat amaki. Nima? Hali ham amaki deyapsanmi? Dada, qarindoshlar tanishuvidan keyin murojaatni o'zgartirsa ham kech bo'lmaydi. To'g'ri, bularni shoshqaloqligini-chi. Kelinjon, yana bir marta bobo deginchi. Men Duduni bog'chadan olib keldim. Yaxshi, men yo'ldaman. Dadam bilan bobom dam olish xonasida. Avval ularning oldiga bor. Xo'p bo'ladi. Zitsang, vijdoning bormi sen? Nega o'g'limni menga qaytarmayapsan?